Tak. Voy Jitel, bu yoqqa qaror. Menmi? Ha, Sen bu yoqqa kel. nima gap? Короче, qo'shning Jo'xa bor-u. Ha, bor. O'shani o'ldirish kerak. Evaziga men senga katta pul beraman. Bo'ldi, gap yo'q, pulni bering. Stop, avval mana qurolni ol. O'ldirasan, keyin esa pulni olasan. Hozircha uni borib o'ldir. Keyin men kelib o'zim pul berib ketaman senga. Mayli, tushunarli. Yaxshi bo'ldi. Faqat dovdiramay o'ldira olsa bo'lgani. Bugungi yangiliklarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni keyingi ko'rsatuvlarimizda ko'rishguncha xayr. Boshi yetmay turgandi. Qishlog'imizda yangi qotil paydo bo'libdi. Endi undan qochib yurish kerak yoki ehtiyot bo'lib yashash kerak. Manimcha hujum qilishmasa kerak, chunki men juda ham tinch joyda yashayman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar Jo'xani qaysi kanaldasizlar va qaysi kanal bo'lishidan qat'iy nazar albatta kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib oxirigacha ko'rishni maslahat beraman. Men esa har doimgidek o'zimni shaxsiy fermamga ishlashni boshlayman. Chunki u yerdan juda ham ko'p foyda olaman. Ya'ni foyda deganda nima desanglar, mana shuncha sabzi, shuncha kartoshka, shuncha bug'doy, mana shularni yig'ib olsam o'zi deyarli bir oylik narsa, bir oylik yeydigan narsalarim bir kunda tayyor bo'lyapti. Shu bilan уже 1-2 yil, 3 yillik narsalarni birdan yig'ib qo'yibman. Va kelajakda qiynalib yashamaslik uchun bu narsalar menga kerak bo'ladi. Va sizlarga ham tavsiya qilardimki, yoshliklaringni ham mazza qilib mehnat qilib olinglar, keyin kelajakda mazza qilib yashaysizlar. Hozir esa men mana shu bolsiz ekinlarni yig'ishtirib olishim kerak asta-asta. Xo'sh, jitellar juda ham tartibsiz harakat qilyapti, bilmasam, lekin qishloqda o'g'ri paydo bo'lgan, o'g'ri deb mana qotil paydo bo'lgan deyishyapti. Qotil balki menimcha menga tegmasa kerak, chunki aytyapman, men bu qishloqda shunchaki tinchgina yashab yurgan aholiman va menga teginadigan bo'lsa ham, men o'zimni qurollarim bor, o'shalar bilan ularga atvet qila olaman. Tak, bu joylarni to'ldirib ekib olaman va keyingi hosilgacha bular tayyor bo'ladi. Tak, yana bir ikkita qoldi bu yerda. Tak, okey va bo'ldi. Mana tayyor. Hozir men jitellardan bir so'rab chiqishim kerak. Qotil qanaqa ko'rinishda, kimdir ko'rganmikan yoki yo'qmikan? Bunga aniqlik kiritishim kerak, chunki men ham qiziqib ketyapman. Qotillik qanaqa? Jitel, yaxshimisan? Yaxshi, o'zing ham yaxshimisan, Jo'xa? Yaxshi, rahmat. Qishloqda qotil paydo bo'libdi. Tanimaysanmi o'sha qotilni? Taniyman. Qanaqasiga? Men o'sha qotil. Tentaymisan, va qayerdan bilaman, ko'rmagan bo'lsam. Shunday dedi, odamni qo'rqitasan man deb. San emasligingni o'zi biluvdim tentakligingdan. Jitellar, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Короче, qishlog'imizda qotil paydo bo'libdi, eshitdinglarmi? Ha, eshitdik. Men ham eshitdim. Qanaqa ko'rinishda ekan yoki kim ekan bilasizlarmi? Yo'q, kimligi noma'lum, chunki hali hech kim ko'rmagan, lekin katta ehtimol bilan u qishloqi, ya'ni jitel deyishyapti. Jitelligini qayerdan bilishibdi? Tentak hammasi ariq-ku, qishloqda faqat qishloqilar bor va sen borsan, bo'ldi. Senmisan qotil? Yo'q, men qotil bo'lib nima qilaman? Qishloqlarni o'ldirmayman-ku. Tushunarli. Demak, qaysidir qishloqi qotillik ishlari bilan amalga oshirmoqchi. Bilaman. Ya'ni bilmayman. Xullas, men qishloqni aylanib har tomonlama xullas qotilni topishga harakat qilib ko'raman. Biroz nima qilyapsiz devorga qarab? Eshik bo'lmasin. Mayli, lekin qishloqda qotil paydo bo'lgan ekan, o'shani eshitdingizmi? Eshitdim. Shu uchun hozir o'zimni uyimni atrofini o'rab chiqyapman, kuchliroq qilib. Shunday desangiz bo'ladi-ku, mayli, farqi yo'q. Bu yerdagi qishloqlarni ham ogohlantirib chiqish kerak, lekin ularni menimcha o'zi eshitgan bo'lsa kerak. Bu uylarda jitellar yashamaydi, chunki uylarning ichini o'zingizlar ham ko'ryapsizlar qanaqa ahvolda. Tak, brat, eshitdingizmi? Nima edi? Qotil paydo bo'libdi. Hozir aytding-ku kelib. Bu yerda turgan jitel sizmi deysiz? Men-ku. Uzr. Qishloqlar bir-biriga o'xshaydi-da. Mer qani? To'xtang, brat, merni ko'rmadingizmi? Mer qotil topilguncha bu yerda yashamas ekan. Vobbo, merey, nima, qochib ketdimi? Menimcha shunaqa, bilmadim. Men ham ketmoqchiman. Siz ham sotib ketmoqchimisiz? Sotaman, ketaman. Qishloqlarni sotmoqchimiz? Yo'q, uyimni sotib ketaman. Bu yerda yashamayman endi. Mayli, o'zingiz bilasiz. Yaxshisi men atrofdan tosh yig'ib kelaman-da. Mana bu yer yog'och yig'ib kelaman-da, uyimni mana yerni yopaman. Shundan keyin hech qanaqangi qotil ham boshqa ham meni uyimga yaqinlasha olmaydi.
tak taxta va boshqa narsalar olib kelish kerak. Короче, tak olamiz, oldik va yopamiz. Okey, bo'ldi. Ana endi chiqib daraxtlar yig'ib kelishim kerak. Bilmadim qancha daraxt yetadi, lekin imkon boricha ko'proq daraxt yig'ib kelishim kerak. Bu atrofda mana shu yerda faqat daraxtlar bor. Mana shu daraxtlarni olaman. Bilmadim endi nechta daraxtdan rishotka yasasam yetadi. Hali endi obed bo'libdi. Kech bo'lgandek tuyuldi menga, lekin kech bo'lmabdi hali. Tak daraxtlarni birma-bir kesib olish kerak. Tak bo'ldi. Okey, endi yana aha, tak 7 ta, 8 ta. Menimcha shu yetsa kerak, lekin daraxtni oxirigacha sindirib olmasam yaxshi ish emas bu va tabiat uchun katta ziyon hisoblanadi. O'shaning uchun daraxtni oxirigacha kesib oldim. Ortib qolganini keyinroq foydalansam ham bo'ladi. Bratan, siz qotilni ko'rmadingizmi? Ko'rdim. Rustammi? Ha, rostdan u короче qizil ko'ylakli jitel edi. Qizil? Yo'q, qizil emas. Mana yuzda rangi bor-ku, mani yuzimda rangi o'shanaqa rangda edi. Seryozni? Da, serios, ehtiyot bo'ling. Mayli, rahmat. Rostdan ham ko'rdim deyapti. Bilmadim, balki aldamayotgandir yoki aldayotgan bo'lishi ham mumkin. Ammo aldamayotganligini bilib olish kerak. Juda ham ehtiyot bo'lishim kerak. Agar kelib qoladigan bo'lsa, yaxshi ish bo'lmaydi. Tak, cho'p kerak ekan bu uchun. Tak, cho'p yasaymiz. Tak, nechta yasak bo'ladi? Tak, mana shunchasi yetsa kerak. Va rishotka, tak, yana до конца rishotka olamiz. Tak, 3 tadan 24 ta. Menimcha yetadi mana shu. Tak, nima qilasan desanglar, qarab turinglar mana shuni ustini. Shuni yopib chiqaman. Qotil keladigan bo'lsa ham o't olmaydi-ku. Keyin men chiqaman-da qurolimni olib otib taylayman. Tak. Okey. Va bitta okey qilamiz. Bo'ldi. Buni taydaman, o'zim o'taman va bu yerda ham yopib qo'yaman. Tak, bo'ldi. Dahshat qildim. Ana endi mana bu narsani bu narsalarni qo'yib qo'yaman. Endi esa o'tirib biroz kompyuter o'ynashim kerak. Kompyuterda Minecraft bor, legenda o'yin. Minecraft o'ynashni yaxshi ko'raman. Agar sizlar ham Minecraft o'ynashni yaxshi ko'rsanglar, kommentariyaga ha deb yozib qoldiringlar yoki yaxshi ko'raman deb yozib qoldiringlar. Unisini o'zingizlar bilasizlar. Sizlarni aynan qanaqa komment yozishinglarni farqi yo'q. Albatta kanalga obuna bo'lishni ham unutmanglar. Tak. Jitelmi? Nima qilyapti? Oy, nima qilyapti bu? Yana sakryapti, to'xtanglar. Men derazamga kelib sakryapti. Voy, bu yerga yopib qo'yganim esimdan chiqib ketibdi. To'xtanglar. Tak. Qani, yana sakryapti. To'xtanglar, hozir chiqay, sakrashni ko'rsataman unga ham. Tak. Hoy, Jetel, nima meni derazamni yoniga kelib sakrayapsan? Menga qara. Jo'xa, bu sani uyingmi? Kimni uyligini nima uchun derazadan sakrayapsan? Shu sani uyingmi, boshqa uyingmi qaramoqchi edim. O'xshamayapti bunaqaga. Rostdan ham shunaqa. Aldamayapsanmi? Yo'q, aldasa bo'lay agar. Bo'pti, men ketdim, ishlarim bor. Aha, mayli, lekin bu Jetelni harakatlari menga biroz g'alati tuyuldi-yu, mayli, o'zi biladi. Tak, ana endi men to'xtanglar, mana uni olib turib to'liq yopayda shu yerda. Mana shu yerda to'liq yopib qo'y. Kech tushyapti, o'zi ehtiyot bo'lish kerak. Menimcha bu yerdan hech qanaqa o'g'ri ham, qotil ham, boshqa ham o'tolmaydi. O'zim ham chiqib keta olmasam kerak, lekin mana bu yerni ham bir amalni boshqacha qilib yopish kerak. Mana shu tosh tushidan olib tashlasamchi? Shu yerga вообще g'alati turibdi-da, hayron qolyapman. Yoki nimagadir foyda beramikan? Bilmadim, lekin menimcha hech qanaqa foyda bermaydi, chunki fitfilyon yildan beri shu yerda turibdi. Bu hech qanaqa foyda tegmayapti men uchun. Tak, o'tiramiz va kompyuterni yoqamiz. Oy, yana sakryaptimi bu? To'xtanglar-da. To'xtanglar. Tak, ochamiz. Tak. Endi yana mana bu yerni sindirishim kerak. Va bo'ldi, tayyor. To'xtanglar. Hoy, Jetel, nima meni eshigimning oldiga kelib sakrayapsan? Menga qara, hoy. Hozir, qarab olay. Nimani qarayapsan? Jo'xa keldingmi yana? Sen uyimda atrofida nima o'ralashib yuribsan? Sani uy idishidagi narsalarni aytib ko'rmoqchi edim. Notebook'ing zo'r ekan. Ha, zo'r bilaman. Bitta o'ynay Minecraft. Yo'q, o'ynamaysan. Bor, uzoqqa bor. O'zing ishlaringni ko'r. Bo'pti, men ketdim. Ha, yaxshi bor. Tak, lekin bu Jetel menga yoqmayapti qandaydir. Stop. Hozir ana Jetel o'zini rangidagida kiyimda dedimi? Demak, bu qotil, balki bu qotildir. Yana shu yerga kel, to'xtanglar. Hozir ko'rsataman. Yaramas Jetel.
Hoy Jitel, menga qara. Nima qilyapsan meni uyimning yonida yana? To'g'risini ayt dedim men senga. to'g'risini aytsam man qotilman. Bilganidim o'zi qotilligingga yaramas. Va nihoyat qishlog'imiz qotildan qarach qutuldi desak ham bo'ladi. Bunaqa qotilchalar menga yoqmaydi. Mana yopib qo'y, qotil yo'qolgan bo'lsa ham, balki uni bolachalari bordir va bizni yana qayta o'ldirishga harakat qilishlari mumkin. O'shaning uchun yo'q qo'yish kerak har ehtimolga qarshi. Короче, bugungi video mana shunday iborat edi. Videoga like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmang.